Qarang, shu darajada odam ahmoq ekanda, din bo'lmasa, xudosi bo'lmasa, iymoni bo'lmasa, shu darajada ahmoq ekan. Boylar mana bu taomlarni uyida tayyorlardi-da. Zo'r taomlarni tayyorlardi-da, ustini o'rab, skoch bilan o'rab quliga yetardiki, bordirdi. O ani bizlar Makkada qo'yilgan Ka'bada Xudomizni oldiga qo'yib kelgandirdi. Och qolib ketmasa, bugun kechkin ovqatini olib borib bergin dedi. U haykalga, toshga olib borardi. U odam qul olib borardi-da, o'zi och, mana shunga muhtoj, ochlikdan o'li deyapti-da, u o'zi yeyish o'rniga xo'jayinim buyurdi deb olib borib haykalning tagiga qo'yardi. Ko'ngil uzib keta olmasdan o nariyoqqa borib burchakda poylab turardi. Qani bu Xudo yermikin buni, haykal yermikin, yemasmikin dirdi-da qarab turardi. Ko'chada yurgan sayoq itlar kelardi-da, boyagi haykalning tagidagi ovqatni maza qilib yeb, qorni to'ygandan keyin oyog'ini ko'tarib haykalga siyib ketardi. Xudosiga siyib ketardi.